Oo, Xidizoru, nima ovqat qilyapsan? Osh qilaman. Kim aytdi senga osh qilgin deb? Hoyjonizlar aytdi. Onam osh yomon ko'radi-yu, jinni. O, mana osham keldi. Oyijon, qani osh taoning? Voy bola, bilasan osh yomon ko'rishimni. O'zingiz aytibsiz osh qilgin deb. Men o'zim yomon ko'rgan ovqatimni qildiramanmi, o'g'lim? O'zinglar yeyaveringlar. Bugun ochiq deyman. Voy, changitma, changitma. Nimaga supuryapsan? Onamning changi allergiyasi bor, jinnimisan, ha? Kim changityapti? Keliningizga o'zingiz supur degan ekansiz. Qachon men sizga supuring dedim? Bilasiz-ku, kelin, changi allergiyam borligini. Nima ajalimdan 5 kun oldin o'ldirmoqchimisiz? Sizlar meni o'limimni kutyapsizlar. Oyi? Nima? Xo'p, nima qilsam mendan rozi bo'lasiz? Ayting. Yo'qot shu xotiningni. Shunda jonimga tegdi. Hamma ishi teskarisini qiladi. Ketsa qutulamanmi shu? Qutulasan. Tez ket. Bor ko'zimga ko'rinmagan. Tinchlikmi? Oyi, o'zingiz aytdingiz-ku, siz aytganingizni qilmayotgan ekan. Sizga kerak emas, kelin, menga ham kerak emas. Voy tavba. Sen o'zingni tuqqan onangni hozir yolg'onchi qilyapsanmi? Va qachon aytdim men senga? O'zim tanlab olgan qiz-ku bu. Senga yoqmayotgan bo'lsa, menga yoqadi. Hamma aytganimni qiladi. Sen aytganingni qilmasa, zato menikini qiladi. O'zing ketgin. Yuring, bolam. Yo'q,